Assalomu alaykum do'stlar. Bugun jadval tuzishni o'rganamiz. Jadvalni noldan boshlab professionalgacha o'rganamiz. Bu bilimlarni o'rganib bemalol ko'chaga chiqib baqirsanglar ham bo'ladi. Jadval bo'yicha nima ish bo'lsa qila olaman deb. Xo'p, noldan boshlab oddiy jadvaldan boshlab o'rganamiz va darajamiz taxminan mana avtomatlashtirilgan jadvalgacha bo'ladi bugun. А что, так можно было, что ли? Buni qo'lda ham yozsanglar bo'ladi yoki shunchaki jadvalni sursanglar ham bo'ladi. Bunda avtomat yozib beradi. Har safar jadvalni tuzib o'tirmaysizlar, bemalol mana shunaqa professional darajada ishlash mumkin. Va yana bitta qulay tomoni, ro'yxatdan agar kimnidir o'chirib tashlasanglar, masalan 5-raqamlikni o'chirib tashlasak, avtomat o'zgaradi va yana 5 joyiga qaytib qoladi. Bu juda qulay usul. Shu darajada o'rganamiz. Demak, ketdik. Bizda alohida xuddi shu jadval, faqat ustunlarsiz, oddiy holatdagi jadval. Buni qanaqa ishlaymiz bu jadval bilan? Eng avvalo birinchi qiladigan ishimiz, ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'pincha ma'lumotlar mana bunaqa ko'rinishda to'liq yetib kelmagan holatda yoki to'liq ko'rinmayotgan holatda bo'ladi. Masalan, familiya ko'rinmayapti hozir. Buni qanaqa to'g'rilaymiz? Buni A dan boshlab D gacha belgilab olasiz va xohlaganinglarning o'rtasiga 2 marta tez bosasizlar. Va to'liq ma'lumotlar sig'adigan darajada kattalashtirib beradi. Yoki buni orasini masalan kattaroq qilsanglar ham bo'ladi. O'zingizlarga havola. Xo'p, biz nima qilamiz bugun? Eng birinchi oddiy usuldan boshlaymiz, noldan boshlaymiz. Oddiy jadval qilish. Oddiy jadval qilish belgilab turib, все granitsani bosasiz va oddiy jadval paydo bo'ldi. Raqamlari buni 1, 2 qilib yozib o'tirish mumkin yoki 1, 2 yozib turib oxirigacha tortib olsangiz ham o'zi yozib beradi maksimal darajada avtomat. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz bu yoqda hozir o'zi yozib bergan darajada bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Masalan, 3-raqamligini men o'chirib tashladim. 3 yo'q, lekin 2 to'g'ri bo'lib qoldi. Boyagi usuldan foydalanishimiz kerak bo'ladi bu holatda. Ya'ni formula orqali qiladigan bo'lsak, mana shunaqa muammoga duch kelmaysizlar. Birinchi boshida ko'rsatib berganimda avtomat to'g'rilanib qolgan edi. Avtomat to'g'rilanib qolish uchun nima qilishimiz kerak? Raqamlarni o'chirib tashlaymiz. Raqamlarni o'chirib tashlab va bu yoqqa formula yozamiz. Ten stroka degan formulani yozamiz. Strokani 2 marta tez bosdingiz va qovus bilan yopamiz. -1 deb beramiz. -1 va enter bosasiz. 1 turibdi. 1 paydo bo'ldi bizda va oxirigacha cho'zib olsak, bunda ham cho'zib to'g'rilab beradi, lekin buni farqi endi 3-raqamligini o'chirib tashlasak, avtomat 3 yana joyiga qaytib qoldi. Bu juda qulay, ayniqsa ismlarni o'chirish bilan shug'ullansanglar jadvalinglarda. Qaytamiz jadvalga. Jadvalga ozgina ishlov beramiz. Jadvalga hozir to'liq jadval qilishni ko'rsatdim. Endi chetlarini chiroyli qilish uchun bu yoqda mana толстая внешняя граница turibdi. Shuni bosamiz. Endi chetlari to'liq qoraydi. Buni bu yoqda qilib ko'rsatsak ham aniqroq ko'rinadi. Bosadigan bo'lsak, mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hozir bu burchakda bo'lgani uchun bunchalik yaxshi farqiga borib bo'lmayapti. Yana boshqalarni test qilib ko'rishingiz kerak. Masalan, tepasini chizish mumkin yoki pastini chizish mumkin yoki 2 martalab pastini belgilab qo'yish mumkin. Qaysidir ma'lumotni shunaqa usulda o'zingizlar test qilib sekin-sekin o'rganib ketaverasizlar bu masalada. Endi men Ctrl Z bilan hammasini o'chirib tashlayman. Xo'p, yetarlicha bu yoqqacha kelib oldik. Endi keyingi bosqich ma'lumotlarni birlashtirish. Ma'lumotlarni birlashtirish, ya'ni yacheykalarni birlashtirish. Bu qanaqa bo'ladi? Men yana bitta yozib olaman. Yana bitta stroka qo'shdim. Qo'shgandan keyin buni masalan men ikkalasini bitta qilib qo'yishim kerak. Uning uchun nima qilamiz? Mana bu yoqda ikonkamiz turibdi. Ikonkani bosadigan bo'lsak, mana o'sha bular birlashdi. Endi bu yoqqa agar nimadir yozsak, hammasi o'rtaga tushadi bu yerda. Shunaqa qilib birlashtirib ketsanglar bo'ladi. Yozuvlarimizni to'pini
odatda biz qora qilib qo'yamiz yaxshiroq ko'rinishi uchun. To'p qora bo'ldi. Endi yana bitta variant, jadvalinglar chiroyli ko'rinishini xohlasanglar table usulidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Table usuli qanaqa bo'ladi? Hammasini belgilab olasizlar. Ctrl T ni bosasizlar va men tablitsada zagolovka bor deb belgilab olamiz. Mana zagolovkamiz bor bizani. Agar zagolovka bo'lmasa o'chirib qo'yasizlar. Va buni OK bossak, bu yerda mana o'sha ajratib ko'rsatyapti. Bu o'qish uchun juda ham qulay, ayniqsa keyingi qatorlarni adashtirib olmaslik uchun juda qulay usul va qo'shimcha filtr ham qo'shib beryapti bu yerda table'imizga. Endi bu yerda filtrlashimiz ham mumkin. Qaysidir ma'lumot kerak bo'lsa. Xo'p, shunaqa usul. Yana orqaga qaytamiz. Orqaga qaytib turib bizga bu kerak emas. Udalit qilish uchun agar qatorimizni o'chirmoqchi bo'lsak, chetdagi qatorni belgilaymiz. Mishkani sichqonchani o'ng tomonini bosamiz va udalitni bosamiz. O'chib ketdi. Agar bizga ustun kerak emas bo'lsa, ustunni belgilaymiz. Udalitni bosamiz, ustunimiz o'chib ketdi. Ctrl Z bilan orqaga qaytardim. Ctrl Z bitta harakatingizni orqaga qaytaradi har doim. Shuni eslab qoling. Nimadir xato qilib qo'ysangiz, bilmasdan Ctrl Z ni bosing, sirasi orqaga qaytadi. Endi bu yoqqa men nabort qator qo'shmoqchiman oraga. Unda nima qilamiz? O'sha qo'shadigan joyimni belgilab olaman. Bu yerda vstavit turibdi. Vstavitni bosaman, qo'shildi bu yoqda. Bizga uch uchun joy ham ajratib berdi formalarimizni. Xo'p, endi keyingi o'rganadigan narsamiz hozir buni o'chirib tashlaymiz. Bizga bu kerak emas. O'chirishni bu yoqdan ham qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar. Buni o'chirib tashlaymiz. Endi keyingi qilinadigan ishimiz yana avtomatlashtirish bu nima desa bo'ladi? Tablitsamizni avtomatlashtiramiz. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz keraklilarni belgilab olamiz. Kerakli belgilab olganimizdan keyin bu yoqda slovniy formatirovание turibdi. Shuni bosamiz va bu yoqda sozdat правила degan yozuv turibdi. Sozdat правилani bosamiz va oxirgisiga использовать формулу для определения turibdi. Shuni bosamiz. Va bu yoqda bizga nima qilishni so'rayapti. Biza belgilaymiz bu yoqda nomerni belgilagandan keyin va o'rtasidagi dollar belgisini olib tashlaymiz harf bilan sonni. Chunki bu aynan bloklab qo'yadi biza belgilagan yachekani. Olib tashladik va formatni bosamiz. Formatdan mana число, shrift, granitsa turibdi. Granitsani tanlaysiz va o'rtadigini tanlaysiz. Внешнийni. Ya'ni bizga tablitsa kerak hozir. To'liq tablitsa kerak, mana bunaqa ko'rinishdagi emas, aynan. Shuning uchun o'rtadigini tanlaymiz va OK bosamiz. Va OK bosgandan keyin endi bu holatda nima bo'ladi? Agar siz ruchnoy 7 deb yozadigan bo'lsangiz, avtomat hammasini bajarib ketaverasiz. Siz har safar yozib, bu ta'sir qilmagan joylarni ko'ringlar mana. 7 masalan nimadir yozib turib, keyin mana bunaqa belgilab o'tirmaysiz tablitsani. Shunchaki mash formula orqali birin-ketin davom ettirib ketaverasizlar va bu hamma narsa avtomat ketadi. Shunaqa. Agar ruchnoy yozmoqchi bo'lsangiz, ruchnoy yozishingiz kerak bo'ladi. Lekin ruchnoy yozmoqchi bo'lmasdan turib, shunchaki pastga tushirib olmoqchi bo'lsanglar ham bu usul foyda beradi. Bu qanaqa bo'ladi? Bu o'sha boshida ko'rsatganimdek, oltini bitta cho'zib olasizlar, bo'ldi, ketdi. Shu bilan yana tablitsamizni davom ettirib ketaveramiz. Xo'p, joylashtirish, formatlarni joylashtirish, hammasini belgilab oling va kerakli joyga qatorlaringlarni bemalol joylashtirib ketsanglar bo'ladi. Va ajratadigan joylari bo'lishi mumkin. Masalan, 18 yoshli kimnidir ajratib qo'ymoqchisiz. Buni belgilab olasiz. Va bu yoqdan mana rangi tanlab turib, masalan, yashilni belgilab olishingiz mumkin. Bunisiga sariq qilib qo'yishimiz mumkin. Belgilab turib, xohlagancha o'zingizga qulay tarzda ishlasanglar bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Like bilan podpiska bosib qo'yinglar. Bu bizning videoyimizga ko'proq odamga yetib borish uchun kerak bo'ladi.
va bizaga ham bu qo'shimcha ruhlantirish bo'lib xizmat qiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni rivojlantirishda to'xtamanglar.